Stiven Kovey muvaffaqiyatli insonlarning yetti ko'nikmasi. Shaxsiy kamolotning qudratli quroli. Ikkinchi qism. Birlamchi va ikkilamchi qudrat. O'g'lim bilan bo'lgan voqea, idrok bo'yicha tadqiqotim va muvaffaqiyatga oid adabiyotlarni mutolaa qilganlarim birlashib, hayotda barcha narsani oydinlashtiruvchi lahzadan iborat aha holatini vujudga keltirdi. Men kutilmaganda shaxs etikasining kuchli ta'sirini ko'rishga muvaffaq bo'lgandim. Bundan tashqari men to'g'ri deb biladigan narsalar, bolaligimda singdirilgan tushunchalar, qadr-qimmat borasidagi botiniy qarashlarim hamda kundalik muammolarga tezkor yechim topishga mo'ljallangan falsafalar orasidagi tafovutlar yuzaga chiqqandi. Bu juda nozik tafovutlarni ko'pincha ongli ravishda anglab bo'lmasdi. Kamina nima uchun o'zim o'qiyotgan va samarali deb bilgan narsalar tezkor yechim falsafasiga zid kelishini chuqurroq tushunib yetdim. Men shaxs etikasining tarkibiy qismlari, shaxsiy rivojlanish, muloqot mahorati mashg'ulotlari, shuningdek ijobiy fikrlash va ta'sir ko'rsatishga yo'naltirilgan ta'lim befoyda deb aytishdan yiroqman. Aslini olganda, ba'zan ular muvaffaqiyat uchun kerakli hamdir. Men ularga ishonaman. Ammo yuqoridagi tarkibiy qismlar muvaffaqiyatning ikkilamchi omilidir, birlamchi emas. Muammo shunda ediki, bor salohiyatimizni ishga solib, zamonaviy hayot deb atalmish imorat devorini qurishga shunchalik berilib ketganimizdan, shu devorni tutib turuvchi poydevorni yoddan chiqardik. Vaholanki, bu poydevor o'tmish ajdodlarimiz tomonidan boy tajribaga asoslanib qurilgan edi. Yo bo'lmasa, dalaga borib, o'zimiz ekmagan bug'doyni o'rishga shunchalar ko'p vaqt sarfladikki, bug'doy ekish zaruriyatini unutdik. Fe'l-atvorim tabiatan buzuq bo'la turib, boshqa odamlarni o'zim istagan ishni qilishga, yaxshi ishlashga ilhomlantirishga, meni va bir-birini yaxshi ko'rishga undash yo'lida nosamimiylik va ikkiyuzlamachilikka yo'g'rilgan strategiyalardan foydalanmasligim kerak. Bu holatda mustahkam muvaffaqiyatga erisha olmayman. Mendagi ikkiyuzlamachilik bir kun kelib ishonchsizlikka sabab bo'ladi. O'shanda men bajaradigan barcha narsa, hatto insonlar bilan samarali aloqa o'rnatishning eng mashhur usullarini qo'llaganimda ham hiylakorlik sifatida qabul qilinadi. Nutqim naqadar a'lo, niyatim naqadar yaxshi bo'lmasin, ishonchsizlik bor joyda doimiy muvaffaqiyat poydevorini qurish imkonsiz. Faqat ezgulikkagina muvaffaqiyatli bo'lish uchun qo'llaydigan uslublarga hayot bag'ishlaydi. Uslublarga diqqat qaratish xuddi yo'l-yo'lakay yuzaki tayyorgarlik ko'rib imtihonga kirishga o'xshaydi. Ba'zan yiqilmaysiz, yaxshi baho olish ehtimolingiz ham bor, lekin buning kelajagi yo'q. Har kuni jiddiy shug'ullanmasangiz, na o'rganayotgan faningizning chin bilimdoniga aylanasiz, na ongingizni rivojlantira olasiz. Bahor chog'i fermaga borish, urug' ekishni unutib, yoz bo'yi o'ynab kulib yurish va kuz kelganida yo'q hosilni yig'ib olishga urinish naqadar bema'ni bo'lishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ferma tabiiy tizim, nayrangni tan olmaydi. Mehnat qilsangiz natijaga erishasiz. Hamisha ekkaningizni o'rasiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Ushbu tamoyil insonlarning o'zini tutish, shuningdek boshqalar bilan aloqasi borasida ham birdek amal qiladi, chunki xulq-atvor va munosabat hosil qonuniga asoslangan tabiiy tizim hisoblanadi. Qisqa muddatli voqeliklarda, aytaylik, maktab kabi sun'iy ijtimoiy tizimda odamlar o'ylab topgan o'yin qoidalariga amal qilib manipulyatsiya qilishni o'rgansangiz, vaziyatni o'z hisobingizga hal qilishni uddalaysiz. Bir martalik yoki uzoqqa cho'zilmaydigan muloqotda shaxsiyat etikasidan foydalanish, jozibali va mohir ko'rinish, o'zingizni suhbatdoshning hayotiga qiziqayotgandek tutish orqali yoqimli taassurot qoldirish imkoniyati mavjud. Ikkilamchi omillardan iborat shaxs etikasi qisqa munosabatlar jarayonida ish berishi mumkin, biroq uzoq muddatli munosabatlar uchun yaroqsiz bo'ladi. Agar sizda to'g'rilik, samimiylik singari xislatlar bo'lmasa, kun kelib hayot qiyinchiliklari asl basharangizni oshkor qilib qo'yadi.
Natijada qisqa muddatli muvaffaqiyat o'rnini barbod bo'lgan munosabatlar egallaydi. Ikkilamchi qudrat sohiblari, boshqacha aytganda, iqtidori tufayli jamiyatda tanilgan ko'plab insonlarning fe'l-atvorida birlamchi qudrat yoki so'fdillik yetishmaydi. Ertami-kech ular biznes hamkori, turmush o'rtog'i, do'sti yoki o'smir farzandi kabilar bilan bo'lgan har bir uzoq muddatli munosabatda shaxsiy inqirozni boshdan kechiradi. Aslida muloqot qilishni fe'l-atvorimizga qo'yib berishimiz kerak. Emerson aytganidek, fe'lingiz quloqlarim ortida shu qadar qattiq qichqiradiki, sizning nutqingizni tinglay olmayman. Albatta, oramizda kuchli fe'l-atvorga ega, biroq muloqot mahoratini yaxshi o'zlashtirmagan insonlar ham topiladi. Ulardagi ushbu xususiyat hayotiy munosabatlari sifatida ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Lekin baribir bu ta'sir ikkilamchi bo'lib, o'ta salbiy oqibatlarga yetaklamaydi. Nihoyat so'nggi tahlil. Bizning fe'l-atvorimiz gap-so'zimiz yoki amallarimizdan ko'ra samaraliroq muloqot qiladi. Biz hammamiz buni bilamiz. O'zingiz o'ylab ko'ring, eng yaqin insoningizga nega ishonasiz? Javob oddiy. Chunki uning fe'lini yaxshi bilasiz. Uning so'zamol bo'lish-bo'lmasligi, muloqotni bilish-bilmasligidan qat'iy nazar, siz shunchaki unga ishonasiz va munosabat saqlaysiz. William Jordanning so'zi bilan aytganda, har bir bandaga ko'rinmas kuch ato etilgan. U orqali inson o'z hayotiga ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy yoki salbiy ta'sirga ega bu kuch insonning ichki menidan muttasil taralib turuvchi quvvatdir. Paradigma qudrati. Muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasi asari inson samaradorligining fundamental tamoyillarini o'zida mujassamlashtirgan. Bu ko'nikmalar asosiy va birlamchi bo'lib, baxt va muvaffaqiyatga eltuvchi to'g'ri tamoyillarning o'zlashtirilishini ifodalaydi. Lekin ushbu 7 odatni o'zlashtirishdan avval biz shaxsiy paradigmalarimizni anglashimiz, paradigma o'zgarishi qanday amalga oshishini tushunishimiz zarur. Fe'l-atvor etikasi ham, shaxs etikasi ham ijobiy paradigma namunasidir. Paradigma so'zi asli yunonchadir. Aslida ilmiy atama bo'lgan bu so'z bugunga kelib model, nazariya, idrok, faraz yoki dunyoqarash ma'nosidan foydalaniladi. Umumiy ma'noda paradigma bu dunyoni ko'rish usulimiz hisoblanadi. Faqat to'g'ri ma'noda vizual ko'rish emas, balki idrok etish, tushunish va talqin qilish uslubimizdir. Bizning vaziyatda paradigmalarni oson tushunish uchun ularni xarita sifatida tasavvur qilish kerak. Barchamizga ma'lumki, xarita bu real hudud emas, u hududdagi ma'lum tomonlarning aksidir. Paradigma ham xuddi shunday, biror narsaning modeli, izohi yoki nazariyasi sanaladi. Faraz qiling, siz Chikago markazidagi biror joyga bormoqchisiz. Manzilingizga yetishda shahar ko'chalari tushirilgan xarita asqotishi turgan gap. Lekin sizga noto'g'ri xarita berildi. Texnik xatolik tufayli qo'lingizdagi Chikago deb yozilgan xarita aslida Detroit shahriniki bo'lib chiqdi. Butunlay boshqa xaritadan foydalanib ko'zlagan manzilingizga yetib borish naqadar ortiqcha ovoragarchilik bo'lishini tasavvur qilyapsizmi? Bunday vaziyatda harakatingizga ishlov berib, tezligingizni 2 barobar oshirishingiz, qunt bilan oldinga intilishingiz mumkin. Biroq urinishlaringiz sizni noto'g'ri manzilga tezroq olib boradi xolos. Balki vaziyatga munosabatingizni o'zgartirib, voqeani ijobiy tomondan ko'rishga intilarsiz. Bu ham to'g'ri manzilni topib borishingizni ta'minlamaydi. Balki bunga ahamiyat bermassiz. Munosabatingiz shunchalik ijobiyligidan qayerda bo'lsangiz ham xursand bo'larsiz. Gap shundaki, yuqoridagi 2 uslubdan qay birini qo'llamang, baribir yutqazasiz. Chunki muammoning asosi sizning harakatingiz yoki munosabatingiz emas, balki xaritangizning xatoligidadir. Agar sizda Chikagoning haqiqiy xaritasi bo'lsa, harakatingiz katta ahamiyat kasb etadi. Yo'l-yo'lakay qiyinchiliklarga duch kelsangiz, munosabatingiz ularni yengib o'tishga ko'maklashadi. Demak, manzilga yetish uchun sizdan talab qilinadigan eng birinchi va muhim talab to'g'ri xaritaga ega bo'lishdir.
Har birimizning boshimizda ana shunday ko'plab xaritalar bor. Bu xaritalarni ikki asosiy guruhga ajratish mumkin. Birinchisi voqelikni bor holicha ko'rsatuvchi xaritalar, boshqacha aytganda haqiqatlar. Ikkinchisi voqelikni qanday bo'lishi kerak bo'lsa shunday ko'rsatuvchi xaritalar, boshqacha aytganda qadriyatlar. Biz boshimizdan o'tgan har bir voqeani mana shu ruhiy xaritalar orqali talqin etishimiz mumkin. Odatda xaritalarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekani haqida o'ylab o'tirmaymiz, chunki ularning mavjudligidan deyarli bexabar bo'lamiz. Biror voqelikni ko'rayotganda u rostdan ham shundayligi yoki shunday bo'lishi kerakligini taxmin qilamiz xolos. Ana shu taxminlardan esa voqelikka munosabatimiz va xatti-harakatimiz shakllanadi. Bundan kelib chiqadiki, fikrlarimiz va harakatlarimizning bosh manbai vaziyatni qanday idrok etishimizda hisoblanadi. Mavzuni davom ettirishdan avval sizni aqliy va hissiy tajriba o'tkazishga taklif qilaman. Bir necha soniya vaqt ajratib, mana bu quyidagi suratga nazar soling. Endi esa kelasi rasmga e'tibor qiling va nima ko'rganingizni diqqat bilan tasvirlab bering. Xo'sh, kimni ko'ryapsiz? Ayol kishinimi? Uning yoshi nechida deb o'ylaysiz? Tashqi ko'rinishi qanday? Egnida qanday kiyim bor? Uni qanday obrazda tasavvur qilasiz? Hoynahoy ikkinchi rasmni ko'rib, taxminan 25 yoshdagi juda yoqimtoy, odmiroq kiyingan, nafosatli, burni xushbo'y ayolni tasvirlasangiz kerak. Agar bo'ydoq bo'lsangiz, ayolni uchrashuvga taklif qilishingiz mumkin. Ayollar liboslari bilan shug'ullanuvchi tadbirkor bo'lsangiz, uni model obrazida ko'rarsiz ehtimol. Ammo biroq sizga nohaqsiz desam ishonasizmi? Bu kamida 60-70 yoshdagi juda g'amgin, burni uzun kampirning surati. U model bo'lishga yaramaydi. Aksincha, yordamga muhtoj desamchi. Bu yerda kim haq? Rasmga yana bir nazar soling. Kampirni ko'ryapsizmi? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, yana urinib ko'ring. Kampirning uzun burnini ilg'adingizmi? Shol ro'molini-chi? Agar ikkimiz yuzma-yuz gaplashayotgan bo'lganimizda suratni muhokama qilib, unda nima ko'rayotganimizni bir-birimizga tasvirlab berardik. Siz menga, men sizga nima ko'rganimizni aniq isbotlamaguncha tortishuv davom etishi turgan gap edi. Hozir buning iloji yo'qligi tufayli marhamat qilib galdagi rasmni sinchiklab tekshiring. So'ng tepadagi rasmga qayta e'tibor qarating. Endi payqadingizmi qariya ayolni? O'qishni davom ettirishdan avval uni ko'rishingiz o'ta muhim. Bu mashqqa men bir necha yillar muqaddam Garvard biznes maktabida duch kelganman. O'qituvchimiz bir xil narsani ko'rgan ikki odam mudom bahslashishi, lekin aslida ikkisi ham haq bo'lishi mumkinligini ko'rsatish uchun undan foydalandi. Ko'pchilik mantiqiy deb o'ylagan ushbu mashq aslida psixologiya bilan bog'liq edi. O'shanda o'qituvchi xonaga katta hajmdagi bir talay karta olib kelgandi. Kartalarning yarmida siz birinchi rasmda ko'rgan yosh ayol, qolgan qismida esa o'sha sahifada ko'rganingiz ikkinchi tasvir, qari kampir tasviri ham bor edi. O'qituvchi xonadagi talabalarni ikki guruhga bo'ldi. So'ngra birinchi guruhga yosh ayol, ikkinchi guruhga kampir aks etgan kartalarni tarqatgach, bizdan 10 soniya mobaynida suratga diqqat bilan tikilishimizni aytdi. Kerakli vaqt o'tgach, kartalarni qaytarib oldi va katta ekranda 3-rasmni ko'rsatdi.
O'qituvchi bizdan ekranda nima ko'rayotganimizni tasvirlab berishni so'radi. Shunda g'alati hol yuz berdi. Garchi ekranda yagona rasm bo'lsa-da, u talabalar tomonidan ikki xil talqin qilina boshladi. Dastlab yosh ayol surati tushirilgan kartani ko'rgan talabalar katta ekranga qarab, yosh ayolni kampir suratiga 10 soniya tikilib turgan talabalar esa qariya kampirni tasvirlay ketdi. Professor har ikkala guruhdan bittadan talabani turg'izib, bir-biriga o'z fikrini aniqroq tushuntirishni iltimos qildi. Ular boshlagan munozara tobora qiziy boshladi. Qariya ayol deganda nimani nazarda tutyapsan? Axir 22-25 yoshdan nariga bormaydi-ku bu qiz. Derdi kuyib pishib birinchi talaba. Qo'ysang-chi, hazillashyapsanmi og'ayni? Axir uning yoshi kamida 80ga qarab ketyapti shekilli, deb e'tiroz bildirdi ikkinchi talaba. Toming joyidami oshna? Rasmdagi ayol juda yosh. Jon deb uni uchrashuvga taklif qilardim. Tashqi ko'rinishi yoqimtoygina. Birinchi talaba bo'sh kelmay tortishardi. Yoqimtoygina? Ko'zing ko'r bo'lib qoldimi nima balo? Alvastiga o'xshaydi-ku, deb xunobi chiqardi ikkinchi talabaning. Bahsning oxiri ko'rinmasdi. Har bir talaba o'zining javobi to'g'ri ekanligiga 100% ishonib, o'z nuqtai nazarida sabot bilan himoya qilardi. Talabalarning aksariyati dars boshlanganida o'qituvchining xatti-harakatlaridan rasmda chindan ham qandaydir jumboq yashiringanini taxmin qilardi. Shunga qaramay bahs davomida ular o'z fikridan voz kechishni istamasdi. Faqat sanoqli talabalargina ekrandagi rasmga boshqacha tarafdan nazar solishga urinib ko'rdi. Behuda tortishuv nihoyasiga yetmagach, talabalardan biri ekran yoniga borib, rasmdagi chiziqlarni qo'li bilan ko'rsatib izoh berdi. Mana bu yosh ayolning Marjoni bo'ladi. Ikkinchi talaba esa e'tiroz bildirdi. Bu Marjon emas, qari kampirning og'zi. Shundan so'ng ular o'zini bosib, rasmlar o'rtasidagi muayyan farqlarni bosiqlik bilan muhokama qila boshladi. Oradan bir muddat o'tdi. Nihoyat har ikkala talaba ham birin-ketin bitta rasmda aks etgan ikki xil tasvirni idrok etishga muvaffaq bo'ldi. Ular muloqotni so'kinlik, mulohaza va hurmat bilan davom ettirar ekan, biz bir-birimizning nuqtai nazarimizni tushuna oldik, lekin baribir nigohimizni ekrandan uzib, biroz muddat o'tib qayta qarasak, ko'z oldimizga dastlab bizga berilgan kartadagi tasvir shaklanar deyishdi. Men odamlar va tashkilotlar bilan ishlashda yuqoridagi idrok mashqidan tez-tez foydalanib turaman. Chunki u ham shaxsiy va shaxslararo samaradorlik borasida ko'plab tushunchalarni izohlab beradi. Birinchidan, ushbu mashq mavjud shart-sharoit bizning idrokimiz va paradigmalarimizga qanchalik kuchli ta'sir etishini ko'rsatadi. Juda qisqa muddat, atigi 10 soniya kartaga qaraganimiz butun boshli tasvirni qanday ko'rishimizni belgilab berar ekan, unda butun umr davom etadigan shart-sharoitlarcha oila, maktab, cherkov, ish muhiti, do'stlar, hamkasblar va shaxs etikasi singari ma'lum ijtimoiy paradigmalarning barchasi hayotimizda mavjud ta'sir turlari hisoblanadi. Ular sezdirmasdan o'ng ostimizga ta'sir o'tkazib, bevosita dunyoqarashimizni, paradigmalarimizni hamda xaritalarimizni shakllantiradi. Yuqoridagi mashq shuningdek paradigmalar bizning munosabatimiz va xulq-atvorimiz manbai ekanligini ko'rsatadi. Biz paradigmalarimizdan tashqari dadil harakatlana olmaymiz, chunki idrok qilganimizdan boshqacha gapirish va harakat qilish yaxlitlikni yo'qotishimizga olib keladi. Masalan, siz ekranda yosh ayolni ko'rsangiz, shubhasiz unga ko'chani kesib o'tishga yordam berish haqida tasavvur qilishingiz juda mushkul. Demak, ayolga nisbatan munosabatingiz va xatti-harakatingiz uni qay yo'sinda idrok etishingiz bilan hamohang bo'ladi. Shaxs etikasining eng asosiy kamchiligi ana shunda ko'rinadi.
munosabat va xulq-atvorimiz shakllanadigan paradigmalarimizni o'rganmas ekanmiz, xatti-harakatlarimizni o'zgartirishga urinish behudaligicha qoladi. Idrok mashqining yana bir afzal jihati shundaki, u paradigmalarimizni boshqa insonlar bilan muloqotlarimizga ta'sir qilishini ochib beradi. Mashq so'ngida biz aniq va xolisona ko'rib turgan ma'lum voqeani boshqalar ham o'z nuqtai nazaridan to'g'ri ko'rishi mumkinligini anglaymiz. Boshqacha aytganda, qayerda turganimiz o'tirgan joyimizga bog'liq ekanini fahmlaymiz. Har birimiz o'zimizni hodisalarni boricha idrok etadigan, ya'ni xolis inson sifatida tasavvur qilamiz. Lekin haqiqat biroz boshqacharoq. Biz dunyoni o'z holicha ko'rmaymiz. Aksincha, o'zimiz qanday bo'lsak, dunyo ko'z o'ngimizda shunday shakllanadi. Nima ko'rayotganimizni aytish uchun og'iz juftlaganimizda biz aslida o'zimizni idrokimizni, paradigmamizni tasvirlashni boshlaymiz. Boshqa odamlar bizning fikrimizga qo'shilmasa, darhol ular haqida noto'g'ri fikrga boramiz. Lekin yuqoridagi idrok mashqidan ko'rinib turganidek, samimiy, aqlli insonlar ham bir hodisani ikki xil ko'rishi odatiy hol. Sababi oddiy. Har bir shaxs o'z tajribasiga asoslangan individual linzaga egadir. Lekin bu dunyoda fakt umuman yo'q degani emas. Mashq vaqtida dastlab talabalarga alohida berilgan ikkita rasm chindan ham ikki xil edi. Keyinroq ularga uchinchi rasm barobar ko'rsatiladi. Endi talabalar bir xil dadil qora chiziqlar va oq bo'shliqlarga barobar qaraydi va fakt sifatida qabul qiladi. Lekin bu faktni talqin qilish mashq boshida tajribaga asoslangan bo'ladi. Demak, faktlar talqindan tashqarida hech qanday ma'noga ega bo'lmaydi. Biz asosiy paradigmalarimiz, xaritalarimiz yoki taxminlarimizdan xabardor bo'lishimiz, o'tmish tajribalarimiz bizga qanday ta'sir o'tkazishini o'rganib chiqishimiz zarur. Ana shunda paradigmalar uchun javobgarlikni his qilib, ularni doim tekshirishga, boshqa insonlarni tinglashga hamda begona fikrlarni qabul qilishga tayyor bo'lamiz. Alal-oqibat dunyoqarashimiz yanada kengayib, yanada xolis insonga aylanamiz.